Siz yaxshimi, qay? Men ajoyib, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bitta mehmonlarimizga qarsak chalib beringlar, barabar. Sizlarga boshlovchimiz самое слабое звено tuyulmayaptimi? Tuyulyapti, men o'zimga ham tuyulyapti. Bir ajoyib afsonaviy tarkib bugun yig'ildi. 3-4 so'm tashashib, normalniy boshlovchi olsak bo'lardi lekin. Boshlovchi normalni, просто meni yonimda shunaqa ko'rinyapti. 10 bal. 10 bal. Ya boshlovchi zo'r. Bir marta kelgan biladi bu. Bu kelganini esladi. İlk birinchi balni kim olishi o'zi ma'lum bo'ldi. Ichkarida bizga diktatura, kulgili gap bo'lsa ham boshlovchiga faqat paxta uringlar deyishdi shunga. Va bu gapni o'zim aytdim. Da. İlk birinchi bal qanaqa u? Ikkinchi birinchi bal ham bormi? Da. Birinchi bal birinchi muhabbatga o'xshaydi. Bo'lgan bo'ladi, lekin esingizda bo'lmaydi. Sizni Hiç esingizda. o'ylamagan ekanman, birinchi muhabbat balga o'xshaydimi yo'qmi? Hech o'ylamagan ekanman, birinchi muhabbat Nozim akandan olishimiz. Shunaqa hayot. Endi bu omad, endi bu taqdir deydi-ku. Ya Taqdir. sizga gap yo'q, Bu ko'rsatuvning eng zerikarli qismi Nozim gapirayotgan joylari bo'ladi mana. Sizlar hech boshlovchini o'tkazib ko'rganmisizlar? Da, QVZda shunaqa qilganmiz. Olim aka paytdan, Umar paytdan. Ya, Umar Vallaf. Bu harflar bu ketma-ketlikda bu og'izdan chiqish kerak emas-ku. Agarda texnik jamoamiz tayyor bo'lsa, ko'rib turibsizki, biz juda tayyormiz. Tayyormisizlar? Demak, boshladik. Ketdik. Endi boshlovchi bu bo'lgandan keyin bulardan nimani kutasizlar? Nozim, Rahmat ustoz. Nozim men ossam qushdak chalishni o'rganaman deb o'ylayapti. Tushungandirsizki, siz intellektual showdasiz. Bu intellektual show. Barchaga salom. Sizlar bilan yana Intellektual show va bu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safari. Rahmat. Eslatib o'tamiz. Oddiy boshlovchi emas, muhtasham boshlovchi. Shunday. Rahmat Zokir. Bu so'zlarni sizdan qachondir eshitaman deb o'ylamagandim. 2000-yillarda kastingizni eshitib yurgan paytlarimda. Rahmat. Kesatmang, gapiring, muhtaram boshlovchi. Hali ko'rsatuv davomida eshitadiganingizni eshitasiz. Kasetada eshitmaganlaringizni eshitasiz. Kassadan kesilganlarini. Da. Bu juda ham oddiy show, lekin O'zbekistondagi ilk birinchi first yakun. Yana qanaqa? Arabchada birinchi qanaqa bo'ladi, hech kim bilmaydi. Intellektual, humoristik, improvizatsion show. Ko'rsatuvimiz shartlari juda ham oddiy. Bu yerda mantiqiy va qiziqarli savollar beriladi. U savollarga yo kulgili javob berish mumkin yoki to'g'ri. To'g'ri javob uchun biz 2 ball beramiz. Noto'g'ri bo'lsa-da, kulgili bo'lsa biz qah-qah otib kulsak yoki xingir chaqilsak 1 ochko beriladi. YouTube'da bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlardan esa biz iltimos bu siz ko'rsatuvning iloji yo'q. Bugun rekord. 1 minut 47 sekund xatosiz gapirdi Nozim. Rahmat. YouTube'da bizni kuzatayotganlar uchun iltimos qilib qolgan bo'lardik. Video ostiga like bosing, izoh qoldiring, qiziqarli savollaringiz bo'lsa jo'nating, bizni qo'llab-quvvatlang, o'rtoqlaringizga aytib bering. Bunday harakatlar Uyda yuring. Bekor o'tirmang. Harakatda bo'ling. Raspichatka qilib tarqating videomizni bunday qilsa ko'radigan. Diqqat qidiruv debmi? Bunday harakatlar ko'rsatuvning davomiyligi oshishiga va sifati ko'payishiga xizmat qiladi. Sizlarni ko'p kutilmagan holda bugungi ishtirokchilarimizni tanishtirib o'tamiz. Demak, ilk ishtirokchimiz qasaklaringiz ostida Mirshakar Fayzulloyev janoblari.
Davay, minus nechidan boshlaymiz? Hazillardan boshlaymiz. Mirshakar o'zining hazillari kulgili tuyulishi uchun atrofiga 10 ta yosh va yemagan stand-up komiklarni yig'ib olgan. Men sizlar haqingizda unaqa fikrda emasman. Bular haqida emas. Ha, biz ham kulmadik-ku bu yumurga. Mirshakar shu darajada ziqnaki, nega ofitsiantga cho'chaqa bermading desam, men choy ichmadim-ku deydi. Mirshakar nimaga bermading o'sha kun? Mirshakar shu darajada ziqnaki, unga nimadirni tekinga bersangiz, yanada arzonroq qilishning iloji yo'qmi deydi. Keyingi ishtirokchimiz Ahmad Temirov janoblari. Ahmad Temirov anketa to'ldirayotganida kasbi degan joyiga san'atkor, menimcha deb yozib qo'yadi. Ahmad ijro qilgan o'nlab personajlar ichida yengil tabiat stilist obrazi ko'pchilikning esida qolgan. Eng qizig'i, bu rol boshida shunchalik stilist edi. Ahmadning ijrosida yengil tabiat stilistga aylandi. Rahmat. Gapirardimmi maylin? Ya men ham chidab eshitdim, hozir tugaydi. Keyingi ishtirokchimiz Zokir Ochildiyev janoblari. Davay, qish. O'zbek yumorining darg'asi. Aha. Biz bu insonning hazillarida katta bo'lganmiz. Katta o'lkita zo'rg'ozdingiz. Alla o'rnida sizlarning kastalaringizni qo'yib berishardi bizga. Demak, usta ustani tarbiyalaydi, dorboz esa dorbozni, Zokir aka esa Nodir Lo'lini tarbiyalagan. Bilmayman nimaga, lekin bu kulgili tuyulyapti. Zokir Ochildiyev shunchalik eski qiziqchiki, u avval drujbani qurib, keyin u yerda konsert bergan. Keyingi ishtirokchimiz Otabek Mirzaxonov janoblari. Qani, xo'sh. O'zbek yumorining darg'alaridan biri. Rahmat. Endi Hozir bildim boshladik. men ham. Qiziqchilarning hazili yemasa, hazilni o'zgartirib ko'rishadi. Otabek aka esa o'sha hazilni baqiribroq aytib ko'radi. Qiziqchilar xalqdan olib xalqqa beradi. Otabek Mirzaxonov ham xalqdan ko'p narsa olgan, lekin hali qaytarib bermadi. Aytib qo'yamiz. Va so'nggisi, Otabek Mirzaxonov 3 ga 4 rasmga tushsa, rasmda orqa fon bo'lmaydi. Chunki fonga hojat bo'lmaydi. Zo'r. Ishtirokchilarimizga bitta qarsaklaringiz. Da. Bizning o'yinimizda qonun qoidalariga binoan javob berishdan oldin tovush chiqarish uskunalarini tarqatamiz, o'shalarni chalish kerak bo'ladi va men hozir tovush chiqarish uskunalarini beraman sizlarga. Demak, Ahmad Temirovdan boshlaymiz. Ahmad, mana bu sizga asrab kelganim. Oho. Da. Men shunda Toshkent qutqarib keldik. Ya siz bunday qilib mashina to'xtatsangiz ham bo'ladi, yo'lda bor-ku. Yo'q. Yo'q, bunday yo'qsiz, ana boshini Buni qanday qilib chaladi? Ha, bunday qilamiz. Yo'q. Svet yongandan keyin bu tarafda ovoz ham chiqadigan joy bor. Ana. Ungacha biz aytib bo'lamiz, javob. Qidirib topaman deguncha. Otabek akaga ushbu samolyotimiz. Kakras. O'zim aviatsionni institut bitirganim uchun samolyot o'ynab o'tirarkanman. Yo'q, hamma yoq yopiq hech qayerga ucha olmayapti, shuncha sizga. Nima derdingiz? Ana u osmondagi bolalar jamoasi. Shunda yemay qolishdan qo'rqib baqirib aytardim-da. Mirshak aka, mana bu otimiz. Nima? Otimiz. Bu nimaga bu yoqdan chalinadi? O'sha shu senga berdim. Sen o'sha tarafga yaxshiroq tushunasan menimcha. Oho. Bu yurmaydi ham, nomiga ekan. Bu lanch Samolyot uchmayapti aka. Hamda Zokir aka rostdan qutqaraman deb o'ylab ketadi. Sizga eng tushunarli Yoshga yarasha berdilar. Bu atrofdagilarni avuntirish uchun bu. endi Zokir akaga sizni qo'lingizdagini bersak, qorvoga aylanib qolardilar-da, shunga Siz de yosh hisobdan Topdim. qaysi biri ishlayapti? Ha, shu. Ishlab ketdimi? Juda ko'p narsa shu orqasidan ishlaydi. Mana bu ham.
Men bugun javob bermayman. Ahmad ham Shoh Evan Maslichga o'xshab qoldi. Rostdan kasbini o'zgartirgan. O'zgartirmasdan oldin. Bugun biz sizlarni shunchaki o'yinchoqlar bilan aldash niyatimiz yo'q, balki sovrin jamg'armamiz ham bor. Ana eng glamli. Va bugungi sovrin jamg'armamiz qasaklaringiz ostida 327 ming so'm. Mana bu pullar. O'sish bor. Men hayotimda oldin shunaqa summaga bitta komandadan ketib qoldim lekin. Piyoda ham xuddi shunaqa aytib bermaydi. Zash betdan ham ketaman men tez orada. Xabarim yo'q, balki shunaqa bo'lgandir deb o'yladim. Hali oxirida pichoqbozlik bo'ladi bu pulga. Prichom bu konkurs. Ha, yana. Ko'rsatuv sharti bu. Agarda kimdir g'olib bo'lsa va super o'yinga chiqib super o'yinda ham g'olib bo'lsa, bu pullar naqd 2 barobarga oshadi. Hech qachon bo'lmagan. Yashang, men ham shuni aytmoqchiman. Bu ko'rsatuvda doim aytilib, hech ham qilinmagan shartlanish. Hech qachon bo'lmagan unaqa. Va 320 teng qanchaga aylanadi? To'pa-to'g'ri ko'p pulga aylanadi. Meni matematika o'qituvchim-ku. Tillarni o'shanga ko'tarilib ketibdi-da. Bu soqqa qilibdi qayerdandir. Ha, o'shada, o'shani. Qayerdandir? Shu byudjet qatdan yig'iladi. Bu budjet zdachilardan yig'iladi. Agar hech narsa esimdan chiqmagan bo'lsa, Men 25 yoshman. demak biz birinchi raundni e'lon qilamiz. On 19-asr Yana eski savol. kareta izvoshchilari har ehtimolga qarshi aravada taxminan 1,5 metrcha uzunlikdagi tayoq olib yurishgan. Bu tayoq har doim bo'lmasa-da, aniq bir vaziyatlarda juda asqotgan. Savol: qanday vaziyatlarda? Otabek aka, Ishlab kettirib To'g'ri javob javob bergan chalishgan. To'g'ri javob berganda chalishgan deydi. Chalib turib keyin to'g'ri javob berishgan. Otabek akaga bir ochko beramiz. Men savolni yaxshi eshitdim. Kim dedingiz? Otaravachilar. Otaravachilar bo'lgan-ku, Ha, to'g'risi. otaravachilar. O'shalar o'zi bilan tayoq olib yurgan. Aha. Uzoq masofalarga yurganda, bu yordam bo'lyapti sizga. Ba'zi holatda o'shani ishlatgan. Qaysi holatda? Zokir aka? Tayoq ishlar. Haligi itlar hamla qilgan paytda urgan itlarni. To'g'ri bo'lishi mumkin. Itlar karataga chiqib ketmasa kerak. Otga tashlangan, Tailandda bitta it turdi debdi o'zbek. Shunaqa bo'lib haydagan bo'lishi mumkin. Qarang, qancha o'zbek, qancha ish qildi, ana shu video tarqaldi. Afsuski javob to'g'ri. Shunisiga ham rahmat. Bu kema kelganda ovoz chiqarar ekan. Xullas, javob. Javob: Avtopilot yoqqanda distansionniy upravleniyaga o'tganda kerak u tayoq. tayoq qanday qilib avtopilot Mana vazifasini ustida bajarishi o'tirsang, mumkin? kichkina qamchida boshqarib ketsang bo'ladi. Aravaga o'tdingmi, eshak haydaganmisan, aravaga o'tdingmi, uzunroq tayoq kerak-da, bunday urasan uzoqroqdan. Bu distansionniy upravleniya. Li haydaganmisan, Lida yurganday bo'ladi. Lida. Otli, aravalida yurgan Ot bo'ladi. ko'r bo'lgan. Ot ko'r bo'lgan. На всякий случай, да? На. Onga berishgan. Tayoq izvoshda bo'lgan. Yana bu hazilga birinchi bo'lib Mirshakar kulishchi. O'zi bir qadam nari berib bo'lib turibdi. Ahmadga bir ochko bor, lekin javob afsuski noto'g'ri. Ahmadga bir ochko 10 gunoh Men qazandim. to'g'ri deb o'yladim. Aniq. Tayoq. Uzr esdan chiqib qoldi. Qo'ydi. Balkim yo'lidan botqoqlik chiqqanda shuni chuqur boshqasini o'lchagani kerak bo'lardi. Dab, yaxshi o'ylayapsiz, lekin noto'g'ri. Ha, Yaxshi o'ylayapsiz. odatda shunaqa yaxshi o'ylaganimda xato qilaman. O'ylamay javob berishim kerak. Shakarqul? Balki o'sha yo'ldan botqoq chiqqanda o'lchamaslik uchun kerak. Birovning javobini Yo, men qaytarib teskarisini aytdim. Narigi noto'g'ri bo'lsa manipulyatsiya qilganing uchun senga minus bir ochko. Oh. Okey. Bu qanday ko'rsatuvki agar Mirshakar minus 1 bilan boshlamasa? Bu boshqa ko'rsatuv. Men prosta bilaman Nozimning fantaziyasini, Nozimning dunyoqarashini, shuncha aytmoqchiman. Itlarni haydagan emas, ba'zan bunday yo'lda ketasanda, ikkita it ikki tomonga qochayotgan bo'ladi, qochib keta olmayapti.
Bir-biriga juda yaqin joylashgan bo'ladi-a ular. O'sha payt tayoq kerak. Qaysi holatda u? Ba'zan bilmayman qaysi holatda, ba'zan. Bilmasang qayerdan aytyapsan? Men tasavvur Mana har kun maktab boraman, har kun unday bo'lmaydi. Bolaligimda. Yo, shuni mushakada eshitmoqchiman. Qaysi holatda ular? Mana misol uchun qara, har kuni ertalab maktabga borardim, unaqa bo'lmasdi. Har kuni ba'zan shunday bo'laman. Men qayerdan Har kuchukdan kuni yo'q, faqat bahordami? Endi shunga e'tibor bermayman. Paltoda emas edi lekin. Kuchuklar hali birdaniga stress holat qo'rqib ketib qolsa shunaqa bo'lib qoladi. Da, Endi kimni ko'rib qo'rqib ketgan bilmayman, nu qo'rqib ketgan payti qani shunaqa. tushuntirsam sizga mana, yotibsiz birdan svet yonganday bo'ladi. Xo'p, tayoq nima kerak? Tayoq o'shalarni ajratish uchun mustaqillik e'lon qilsin bir-biridan. Xohlagan tarafiga ketsin. Urmaganmiz. Bizni qishloqda unday xalq o'yini yo'q edi. Qanday Navro'zda nima qilaysizlar? Demak qishlog'inglarda xalq og'zaki ijod rivojlanmagan. Yoki rivojlangan. Yoki o'ta Yo, rivojlangan. sizlar nima varrakdagi sirasi shunga o'tganmisizlar? Zokir aka? Menga bir balam yo'qmi? Shuncha maza qilib tekinga kuldikmi? Bir bar. Xudoga shukr, nolga chiqdim. Minusdan chiqdingiz o'g'acha. Endi nolga chiqdim. Endi nol. Menga kerak. Ot endi har xil yo'ldan o'tadi, o'rmonlardan o'tadi, botqoqliklardan o'tadi. Otni atrofiga alanga chivin, pashshalar bo'ladi-ku. Shunaqa narsalar ko'payib unga xalaqit qilgan paytda haydash uchun. Yo'q, afsuski yo'q. Ha, nimaga kerak? To'xtaylik, o'ylaylik. Haydash uchun menimcha qanaqadir bir supurgiga o'xshagan narsa U ishlatilsa qanaqa foydaliroq bo'ladi, ha? U qanaqa tayoq? Va tak, tayoq qanaqa tasavvur qilasan? Misol uchun, o'qlovni qanaqa tasavvur qilasan? Uzunligi Taxminan. qancha bo'lgan o'tayoq? 1,5-2 metr maksimum. Bu tayoq emasda, bu xodada o'sha. Oda o'sha. Bu aynan uzoq yo'lda yurganda asqotgan. Otlar charchaganda anaqa ketsa kerak edi. Qorboboga o'xshab. Ana qilib, chang'i qilib yordam berishganmi? Qorboboga o'xshab. Prosta yo'l-yo'lakay yangi yil kelib qolsa uylarga kirib chiqib, Uylarga kirib chiqadi qor qiz bilan. Qoziq qilib qoqib otni boylab qo'yishga emasmi? Qolgani nimaga kerak? Qoziq bog'lasa bo'lmaydimi? Endi qoziq yo'q, tayoq bor. Balki otlarga emasdir. Da. Zokir aka? Yo'ldan suvlik chiqadi, o'tish kerak, botqoqlik chiqadi, shundan o'tish kerak. Shuni chuqur yo aravani oyoq bo'yi beradi, bermaydi, shuni o'lchash. Da, boya bu javob bo'ldi, lekin noto'g'ri deb aytdim. Yana noto'g'rimi shu? Yana Bir 20 minutdagi qaytarsa bo'ladi. Vaqt hamma narsani hal qiladi. Hech narsa bo'lmasa ekan. Hozir bir pasdagi yana aytaman, yana shu ahvol. Hamma maqolaga ishonavermaylar. Bir 5 minutdan keyin kurs o'zgaradi, o'sha payt ko'ring. Lekin sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Aynan sizlar o'sha yo'ldagi qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyatlarni aytyapsizlar. Yo, To'g'ri. aniq endi karetan ichida kerak bo'lmaydi, xoda. Agar yo'ldan opa, bu bor javob. O'zi sizda ot ekan, shundan. Aravasi yo'q yerdan bilay. Xoda bilan urib ko'ring, aytar. Nimaga kerak xoda? Yo'l-yo'lakay aravasi buzilib qolsa, ikkita g'ildiragini oladi-da, ishtanga qilib ko'taradi. Balki o'rtadagi hali val dedim, balka dedim, shunisiga kerakdir, chiqib ketsa ikkita g'ildiragini bog'lab turadi. Afsuski yo'q. Ha, yo'q. Tugumni aytib ko'ring-chi. Orqasiga tugum Gaz yo'l joylarga borib qolsa isinishga kerak emas. Hozirroq vaqt o'tsin aytamiz. Ya, isinish uchun o'tini olsa bo'ladi. Yordam beraymi? Siz boya aytdingiz-ku. Qoziq. Nimaga botqoqlikka tushib qolgan paytda. Yo'q, bitta aytmagan odam shu. Uni men aytdim. Siz aytdingizmi? Men aytdim, Zokir aka. Eng aytmagan odamga qarab siz aytdingiz-ku deydi. Qani haqiqat? Siz tergovchi bo'lmaysiz. Ozgina antrak oling eslichi. Hech aytmagan odamga qarab. Bu o'sha tipa shunga yaqin javob. Shumi podskaska? Yaqin. Yo'q, uni o'zimizdan bilamiz. Yo, nima haqida gap ketyapti, tushunmay qoldik biz hozir. Nima haqida? Botqonligiga botib qolsa odam. Botib qolsa, tayoq tagiga tiqib chiqarib olishga yordam berish degan javob bo'ldi o'rtada. Yo'q, bunaqa javob bo'lmadi. Bo'ldi. Bo'ldi. U Ahmadda bo'ldi. Ahmadda. To'g'ri, aytgan bekorga ustidan kulibmiz. Qottajamiz. Men lekin o'zim eslolmaganim. Ishonmagansizda javobingizga. YouTube'dan ko'rib olasiz. Botqonligiga biror odam tushib qolsa, uni berib torta olishga Botqoqlikka aloqasi yo'q. Xuddi shunaqa bir vaziyatda tayoq xuddi shu usulda yordam beradi. suvga tushib ketsa-chi? Yo'q. Cho'lda qumga kirib ketsin. Yo'q.
Chista joyini tanlasak bo'ladi Botib qolish bilan aloqa yo'q. Ha, aloqa yo'q. botib Da, qolish joyni bilan tanlasa yo'q. bir geologik holat tanlasa Odamlarga yordam berish uchun kerak. Yo'q. Umumiylashtiraylik. O'ziga yordam so'rash uchun uchiga bayroq ilib nima qiladi? Yo'q. Balki zaldan so'rarmiz agar sizlardan Balki javob bir chiqmagan bo'lsa. Mana bor ekan javob. Mana bor ekan Da, javob. zo'kalakiga bir ochko. O, rahmat. Orqada bitta Ni Uverinni qo'lini ko'ryapman. Hozir bir daqiqa orqadagidan eshitalikchi. Nima Ayting aka. men ular ko'proq to'lagan. Siz O orqada kerishayotgan ekan. O'zingiz ko'rinmayapsiz, ovoz ham eshitilmayapti. Ular chista tekshiryapti, ko'rinyaptimi yo'qmi deb. mayli siz oq futbolka va kepkadagi yigit. Hozir bir daqiqa. Tormoz vazifasi. Yo'q. Siz vaqtni? Biz bilamizki, tayoq bu soat. Ha, bu To'g'ri. bilmaydi aka uni. Keyingi ochko yigit Yigit uchiga soat ilsang bo'lar-ku. Tormoz vazifasini bajargan. Tormoz. qaysi vaziyatda? Otlar to'xtamay qolganda tormoz vazifasini bajargan. Yo'q. Ha, yo'q. Ballonda spitsali-yu, orasida teshik bor, o'sha suv nimadir chiqib qolsa. Yo'q. Siz yaqin kelyapsiz, Pastga to'g'ri. tushib ketayotganda. Bu ustimizdan kulyapti, biz ham To'ppa tashlab to'g'ri. o'ynayapti. Xudoga shukr. Arava pastga tushib ketayotganda shunda tayoq tiqiladi, qilib Shunday. to'xtaydi. Endi shuni aytmoqchi edim. Men biluvdim o'zim. Arava tepalikda. Oramizdagi bitta shaharlik topishini qaraydi buni. Arava Ichimizda tepalikda. eng otga kam o'tirgan odam topdi-da hozir. Otni faqat parkda ko'rgan. Agar zooparkda ko'rmaganmiz. Faqat multfilmda ko'rgan. Bu mana hozir ikkinchi marta ko'rishi. Aynan shunaqa o'sha ot arava tepalikdan pastga tushayotgan paytda tezligi oshib ketmasligi uchun izvoshchi o'sha tayoqni tiqqan holda aravani tezligini pasaytirgan. To'g'ri javob bu yerda bo'lmadi, lekin oxirgi to'g'ri javobga oxirgi tomchisini Ahmad bergani uchun Ahmadga bir ochko beramiz. Rahmat. Bolam 2 bermadi, nechasini bo'laydi? Va men keyingi raundni e'lon qilaman. Rio de Janeyroda kechki soat 22:00 dan tongi soat 05:00 gacha avtomobillarga qizil chiroqda to'xtamasdan haydashga ruxsat berilgan. Savol: nimaga? Mirshakar birinchi bo'ldi. Ne. Siz bu shekilda o'ylabman. Ularda alo favela, mamela, bunaqa nimalar bor-ku, alo jinoiy olim. Balki o'sha turistlarga, odamlarga hujum qilishi mumkin. Shuning uchun qizilda to'xtamasdan yurishga ruxsat. To'ppa to'g'ri. Bekor aytdim mana. Rioda haqiqatan o'sha o'g'irliklar ko'p bo'ladi va tungi soat undan ham ko'p bo'ladi. O'sha paytda qizil chiroqqa to'xtamaslikka ruxsat berilgan, chunki qizil chiroqqa to'xtasangiz sizga o'g'rilar hujum qilishi mumkin. Otabekiga 2 ochko taqdim qilinyapti va men keyingi raundni e'lon qilyapman. Bravo. Bravo. Qadimdan yurtimizda uylar guvala g'isht bilan chapana qilib qurilgan. Shu jumladan chegara devorlari ham guvala bilan qurilgan va o'rtacha bo'yi 80 yoki 100 sm bo'lgan. Aholining ko'p qismi devorining ust qismiga qator yantoqlar ekib chiqishgan. Buning asosiy 2 sababi mavjud. Birinchisi, yantoq ildizi mustahkam bo'lib, devor orasida o'tib yerga qadalgan devorni mustahkamlaydi. Savol: ikkinchi sabab qaysi? Mirshakar? Men emas. Yana siz. Men nimagadir seni o'ylayapman. Endi u paytda bizni yurtimizda, shu bizni hududimizda, O'zbekiston hududlarida gaz svet uncha bo'lmagan, shuning uchun. Hozir yaxshi, shuning uchun yaxshi uylar quriladi. Yaxshi uylar qurilgan o'sha uchun. Siz integratsiya bilan keldingizmi? Bilib boradi, iloji boricha yaxshiroq javob beravering. Bal bo'lmasa ochko bo'ladi. Demak, guvala devorlar ustiga tikonlar nimaga ekilgan yantoqlar? Yantoq. Yantoq aytolman, o'sha gaz svet u paytda bo'lmaganda, u ham mustahkam, issiq, sovuq, hamma termiz vazifasi, o'sha mustahkam ushlagan, o'sha uchun. Aha, javobni to'g'ri. Mustahkamligi birinchi vazifasi. Ahmad? Tuya. Tuyani jalb qilmoqchi bo'lishgan. Tuya, agar shu to'g'ri bo'lsa qolgan nima aytadi?
Tuya. Davomini eshitish uchun kanalimga azob bo'ling. Davomli ish uchun danat qilasiz. Bu javobingizdagi har bir harf noto'g'ri. Zokir aka? O'sha devorning ustidan har xil jonivorlar o'tib qaytmasligi uchun, himoya uchun ham. Yo'q. O'g'ri tushmasligi uchun hali hozir setkalar qilib qo'yishadi devorlar ustiga Da. shunaqa vazifani bajargan. Yo'q. Mirshaka? Rahmat. Случай чего yoqib yuborsa bo'ladi. Nima kerak? Yantoqni yoqish? Boshqa narsa yo'q. O'sha yantoqni yoqib yuborsa, butun devor yonyapti, tasavvur qil. Kesiladigan javoblar ruknidan. Yo'q. Javob to'g'ri. Mana dushman kelyapti. Dushman kelyapti. Ha? Ular qarayapti, bu shahar itak yonyapti deydi. Nima qilamiz yoqqa borib deydi. Ili вообще oshib ham o'tolmaydi. Yoqsa bo'ladi devorni. Ajoyib. Mutlaq noto'g'ri. Zokir aka? Yana bitta narsa bor. Yontoqdan shunday foydalanish mumkin. Yontoqni haligi nimasini, navdasini qirqib, yorib, ichiga tarvuzda urug'ini nima bir narsani urug'ini qo'ysa, ko'karib chiqadi. Shunaqa hosil olmoqchidir. Dehqonchilik. Dehqonchilik Biz bilamizki, devorda o'sgan tarvuzlar eng yaxshisi bo'ladi. eng qimmati bo'ladi. Yo'q, rostdan ham devorda o'sgan odam ham eng qadrli bo'lgan bo'ladi. Afsuski javob noto'g'ri. Har xil hayvonlardan himoya qilmagan. Ha, aytdilar, yo'q. Ayo. Qushlar qo'nmas. Talqimadi. Qushlar qo'nmasligi uchun emasmi? Qushlar menimcha yantoqqa qo'nadi, ana gullagan payti. Qo'naveradi. Zokir aka? Devorni yomg'ir yuvib, uvadalab ketmasligi uchun. Ya bu o'zini ichiga kiradi, o'sha birinchi, ana devorni mustahkamlash, u yo'q, o'shaga kiradi. Bu asosiy sabab bu emas. Asosiy sabab umuman devorni mustahkamligi strukturasi bilan bog'liq emas. Sanikimi, kimniki? Meniki bu. Asalarilar uchun. To'g'ri bo'lsa davomini aytay. Davomi shart emas. Davom etamiz? Vaqt ekanu. Qovog'arilar uchun. Yaqin kelyapsiz. Siz arilar uchun. Yo'q, noto'g'ri. Qovoq uchun. Chunki ari bo'lsa boya yaqindir dedi. Ha, bu o'zi qovoq. Yo'q. O'rtoqlar, tasavvur qilinglar, bu o'sha eski O'zbekiston, eski o'zbeklar, bir asr, ikki asr oldingi. Devor o'zi Ozgina so'kdi ko'rdinglar. ruschani ham tushunadi, tojikchani ham, buni ham tushunyapti. Ya, mana hali devor past deyilyapti-ku. O't o'sgandan keyin yana bitta haligisi vazifasi, haligi nomahram ko'zlardan to'sish uchun uydagi. To'ppa to'g'ri! Молодец! Bravo! Sirani qaytaraverdik. Yo, lekin biz ertalabgacha o'ylasak ham buni topolmasdik. Yo, juda ham oddiy edi. Uncha qiymasida, oddiy emasida, Men qiymas. o'ylamay topgan narsani ertalabgacha topolmaysiz. Topolmasdik. Bu savol va bu javob va bu ishtirokchi birga kelgandagina hozirgi holat bo'lgan bo'ladi. Rahmat. Ana shuni biz guvohi bo'ldik bugun. Shudir-da baxt. Balki. Bugungi kundan rozimiz. Ertalab tushga bekorga kirmadi. Birdan rozimiz demang, 3 marta so'raydi. O'shanda mahram bo'lasiz ham topib kerak bo'lmaydi. Da, Zokir akaga 2 ochkoni jирni qilib yozib qo'yinglar. Biz esa keyingi raundda e'lon qilamiz. Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar tarixiy romanida Umarshayx Mirzoning kabutarxonaga tashrif buyurishi ta'riflanadi. Mirzo otini to'xtatdi. Orqadan mulozimlardan ikkitasi, rikobdor bilan jilovdor tez otdan tushdilar. Bu yerda jilovdor otning jilovini tutuvchi xizmatkor hisoblanadi. Aytingchi, rikobdor nima vazifani bajargan? Mirshakar? Egar yechgan. Otdan. Egar yechish uchun kerak? No, ot keldi, egar yechib kelib, tortish kerak terini otni. Yo'q, qaytib minadi-ku. U to'xtagan, bitta ostanovka bo'lgan. Qaytib ketadimi? Shuni so'raydik, ketsa tegmaydi. Da, noto'g'ri. Ketmasa yechib oladi. Otabek aka? Likopdormi, rikobdormi? Rikobdor. Agar likopdor bo'lsa, likob olib kelgani kerak edi. Endi rikob olib kelamiz. Rikob olib kelamiz kerak.
Otabekiga bir ochko beramiz. Rahmat. Zokir aka? Otga yemish olib keladigan odam, suv, yemish olib keladigan odam. Afsuski yo'q. Ahmad? Rikobdor. Likopdor. Men endi o'z boshidan biluvdim men buni javobini bera olmasligimni. Bosilib ketdi. Asar o'qimaganman. O'qisam ham mana shu birchalik ekan pastiga qaramadim. O'qiganimda ham likopdor haqida anaqa qiziqmasdim-da u odam. Helikopter Ha, likopdormi? Rikopdor, ha? Rikopdor. Unda bilaman javobini. Rikopdor bo'lsa, U anu otni rekka chiqaradigan odam, rekordor. Otabekka yana bir ochko. Rahmat. Shunaqa yig'ib olamiz hozir. Hamma ko'ladi. Bu yog'i shunaqa bo'lib qoldi, to'g'ri javob shart emas. rikopdor anu jilovdor bo'lsa, jilovlasa rikopdor yurg'izadigan ekan-da. Shuni bitta odam qilsa bo'lmaydimi, ikkita odam bor. Endi birov jiyanidir, birov. Ha, bo'lishi mumkin. Ha, ular ishchi o'rni yaratmoqchi bo'lgan. Da, shunday. Shunaqa qilib pulni yuvishgan. Shunaqa xonlik dasturi bo'lgan. Aytmoqchisizki, rikobdor bu pul yuvuvchi shaxs. Yo'q, Abnalchi. yurg'izuvchi shaxs. Dollarchi. Afsuski yo'q. U bo'ldi, topdim. Rikobdor bu ot pastlikka ketayotganda hali xodani tiqadigan odam. U menimcha tayoqdor deyiladi. Yo'q, bo'ldi. Tayoq rikob emasmi? Ha, rikob nima? Podskaska bering. Yo'q, rikob nimaligini aytsam topasizlar. Rikopdor anu o'sha ot ustidagi odamni tushiradigan odam emasmi? Unaqa emasmi? Menga ham shu javob keldi, aytishga uyaluvdim. Katta erkak o'zi tushardi. Endi u Men uyalmayman, o'qimaganman asal. endi u Umar Shayx Mirzo, endi unga qo'l uzatib, u qari odam bo'lmaganda, unaqa. Zokir aka? Otni ana taqa-paqalarini bilan ko'rib qo'yadigan odam, usta. Pit stop. Otni tagida, oyog'ini tagida taqalarini. Da. Sen to'g'ri aytasiz, bu qaysi tomonda pit stopga o'xshaydi. Shinalarini ko'rib qo'yadi. Da, pit stopda qo'y. Ajoyib javob, lekin noto'g'ri. Doktor emasmi? Otda doktori? Yo'q, u oddiy bekatda to'xtash uchun nimaga kerak doktor? U o'zini nimasiga Umar ovulxonasiga Shohga desa, Umar Shayx Mirzo. Umar Shayx Mirzo O'sha nimani buyuk anaqa shoh bo'lganlar, to'g'rimi? Amir Temur navarasi. Rikobdor paxta qo'yadigan odam emasmi? Chista. Prosta variant. Shohim zo'r tushdingiz. Gap yo'q, bittada tushdingiz. Ahmadga bir ochko. Demak, hozir bizni hayotimizda ko'chada rikobdorlar ko'payib ketdi. Paxtakor emas, rikobdor. Rikobdor valli. Mana xuddi shu yo'l bilan mana nechta ochko oldi hozir? Da, lekin rostda. Rikob ochkolar. Rikobdor. Prosta ishi yo'q, bekorchi odam bundan. Prosta shu yerda yurdi. Bu anoni birinchisini kim dedi? Samozvanis o'zini o'zi e'lon qilgan. Jilovdormi? Jilovdor. Bu jilovdorning og'aynisi. Taksi chaqirganda keladi, yonida birad o'tiribdi, og'aynisi bilan kira qilgani chiqqancha. Og'aynisi emas, SMMshigi. Noto'g'ri. Ana shunaqa javob. Mana bitta odam otdan tushyapti, tasavvur qilinglar. Bittasi jilovni ushlayapti. To'g'rimi? Ot qimirlab ketmasligi uchun jilovni ushlab turibdi. Baya qarang, u otdan tushishiga yordam berdi, bu egardan tushishiga yordam beradi. Qanday qilib? Otdan tushsa ham egardan tushmaydi-ku bir xilla. Bor, bunaqalar ham. Hali yelkasini qo'yib turib ustini bosib tushmaydimi ish qilib? Shunaqa bo'lardi-yu oldin. Yo'q. Otdan tushishga yana qanday yordam berish mumkin Odamga odamga? tizzasini qo'yib, bunday oyog'ingizni qo'ying deydi. Yoki bunday qilib, Qachon ko'rgansan kimdir tizzasini qo'yganga? deydigan odam emasmi? To'xta, salima. Prosta 1 metr. O'shada tushayotgan ha otam deb. qani ketdi. Ha, shayxim deb. Uyga borsa xotini nima charchadingiz bo'lsa, bugun rosa o'ppaladim. Yo'q, u gapirmaydi, har xil tildagi odamlar keladi-ku. Shuncha prosta deydi. So'z yo'q. Rikobdor. Bu o'zbek so'zi ham bor, lekin endi bu forscha atalgan. Yo'q. Sug'oradi ot. Bu aynan o'sha otdan tushayotgan jarayonda yordam bergan. Bo'ldi. Qanday o'zi tushar katta odam. Endi u xon u Marshal Mirzo. Dumini ushlab turgandir otni tegib ketmasin deb. Otni O'zini otku, begini otdi. Bilib olamda bunaqa Cho'ponni haydaydi. ushlab turadigan emasmi? cho'ponni? Ha. Cho'ponni nima? Endi cho'pon xalaqit qiladi-yu, egarga oyoq tiqquncha. Yo'q, Zokir aka. Yelkasini tutib turadi odam ushlab, sekin
Bir oyog'i uzangida, bir oyog'i uni yelkasida, qo'li bilan. Yo'q. Ko'ksini. Tushing, xo'jayin, tushing. Maqsadga tushing deydi. Maqsadga deydi. Boshini. Chap oyog'ingizni basharamga, o'ngini bu yoqqa qo'ying. Va, pulini bersa bemalol qiladi shu ishni. Afsuski yo'q. Nimaga afsus? Yaxshi javobda. Nima qilaman? Mumkinmi? Ana e'lon qiladigan odam emasmi? Balonchi shohim tashib berdilar deyotgan odam emasmi? Shohim otdan tushyaptilar, deb. Lekin yomon palivo odam, ha? Prosta bekinib qayerdir kelsangiz ham shohimiz keldi. Baqirma, o'ynashni oldi keldimi? 100 ta qiz bilan harami bor, o'ynashini oldiga otda boribdi shoh. Yana bekinib. Butun massiv eshityapti-da endi. Butun massivni bezuvchniga qo'yganman, shu esida yo'q. Zokir akaga bir ochko bor. Otdan tushishiga qanaqa yordam Ya berish? mana bittasi uzangini ushlayapti. Yana kim qanday yordam berishi mumkin? Yelka tutadi deyapsizlar. Biror marta ko'rganmisizlar? Kimdir yelkasiga oyog'ini qo'yib tushgan odam ko'rmagansizlar? Tushganmiz Da, o'zimiz. biz o'tdan tushganini ko'rmaganmiz, parkda ko'rganman faqat. Endi Ortiq aka bilan munosabatlaringiz har xil bo'lgan Ko'rishni bilaman. boshlaganimizda hamma o'zi chiqib tushardi. Da, biz ko'rganda o'sha mashina bor payt ko'rganmiz edi. Da. Otda yana nima bor yordam berish mumkin bo'lgan tushayotgan paytda? Axarasi bo'lmaganmi? Yo'q. U bitta narsani ushlab turgan u ham mana yordam. Qo'lda qamchisini olgan. Yo'q. Qo'l bandku bittasi. Endi bitta narsa Qilichini olgan unda. Yo'q. Imini otdan tushish jarayonida ot bilan bog'liq narsani O'zi ushlab ot hamma turgan. narsasini aytib, bitta narsasi qolib ushlab turish kerak bo'lgan. Shuni ham aytmaylik, to'g'rimi? Dumi dedik, oyog'i dedik, bo'yni dedik, hamma joyini aytdik. Aytmoqsizki, jabdug'ini aytmoqsiz-da. Bilmayman endi. Men birinchi o'shani aytdim. Meni ham xayolimga keldi. Ahmad Hijolat bo'lmasin deb aytmay turdim. O'shami? Bravoni konserti bo'lganda uni aytardik. Te konsert qo'yib aytib yubormaymizmi? Ya bu juda oddiy. Bu yerda katta konsertdan keyin noto'g'ri. Noto'g'ri. Otga minganlar bormi? Kimdir minganki ot bor. Da. Mana otdasiz. Xo'p. Otdan tushish uchun ot to'xtashi kerak, to'g'rimi? O'zini u yoqqa bu yoqqa urmaslik kerak. Ot jilovdor keldi, ushladi otni. Xo'p. Yana bitta odam kerakki, siz tushishingizga tezroq yordam beradigan. Shart emas. Rikobdor. Siz Rikobdor, to'g'ri. Bir bal. siz shohsiz. Siz anaqa o'ng'aysizlanib, o'ylanib, 2-3 marta harakat qilib tushmasangiz, siz birdan ko'p plavni tushishingiz kerak-da. Ot tushadiganni qarshisida turib, otni buna qimirlab ketmasligiga ushlab turadigan odam. Ya u o'zi nimachi? Qaysi Jilovdor. tarafdan tushishni o'rgatib turgan? Ana uni katta uchgan. Alo, shohli u payt uzun kiyimlar kiygan-ku, kiyimini ushlab turgandir balki otga. Yo'q. Mana otingni ber menga. Yo'q, o'zimniki bu o'zingda. Demak ko'rsatay, otda birinchi ko'rsatay. marta ish tushdi. Kerak, bermayman. Nimasini qatini ushlab turish mumkin Yo'q, buni? 2 ball. Yo'q, mana odam. Xohlasangiz men ham berib turaman. Mana u ham oldin otib bo'lgan mana bu. Malagida, kichkinaligida. Mana odam turibdi. To'g'rimi? Ot qimlab turgan paytda ot ushlayapti. Tushish oson. Odam qanday tushadi otdan? Nima qiladi birinchi bo'lib? Egarga oyog'ini qo'yadi. Qayerga oyoq qo'yadi? Egarga. Egarga? Uzangiga. Xo'sh, javob. Uzangiga oyoq to'g'ri kirish uchun. To'ppa to'g'ri. Birat mamlaqa ham qilmagan ekanlar. To'xtanglar. Noto'g'ri. Otdan tushayotganda dedi, to'g'rimi? Da. Otdan tushayotganda uzangiga oyoq tiqilmaydi, uzangidan oyoq olinadi. Yo, ushlab turadi o'shani. Qani, oyog'ini olayotgan Ya payt u uzangini o'ynab chiqarib ketadi-yu, qo'yadi. mamlaqa O'ylab bo'ladi. ketadi u. O'ylab Apparat chiqayotganda kerak-ku. Ya. U Ya, tushayotganda ham chiqayotganda kerak. o'ynaydi. Ozgina qolganda chiqarib olib mamlaqa kelgan bo'ladilar. Uzoqdan kelyapti. O'yladi, Mayli. Adolatli bo'lishi uchun, chunki Zokir aka ham ancha yordam berdilar, Otabek aka to'g'ri javob berishlari uchun shu 2 ballni Otabek aka va Zokir aka o'rtalarida bo'lib bersak nima deysizlar? Rahmat. Bravo. Xuddi shunaqa. Adolatingizni cheki yo'q. Minus ball olmagansizda, Zokir aka. Unchalik ko'p gap qaytarmayman hamda. Menimcha bu uydan xotinidan alamzada bo'lib kelib, mendan alamini oladi har safar. Mirshakar minus 1 ball. Ba'zan bular kechqurun telefon qilib, Mirshakar minus ball deydi. Bilaman, o'sha payt urishyapti. Savol. Moskva metrosi stansiyalarida shahar markaziga qarab harakatlansangiz,
metrodagi stansiyalar va manzillar haqida ma'lumot beruvchi ovoz Yosharib boradi. erkak kishi Ha. tomonidan e'lon qilinadi. Aksincha, markazdan qaytishda esa ayol kishi tomonidan savol. Moskva metrosida e'lonlar erkak va ayol ovozlari bilan e'lon qilinishini sababi nima? Otabek aka birinchi bo'ldilar. Endi markazga ishlagani boriladi. Markazdan chetroqqa uyga ishdan qaytadi-yu. Shu uyga zo'r kayfiyatda borsinda ayollar ovozi nastroyda tayyorlab olib boradi uygacha. Otabek gapirasiz-ku, lekin javob to'g'ri. Shakarjon? Ko'z ojizlik bilishi uchun qaysi tarafga qarab ketayotganini. Ha, to'g'ri. Bu to'g'ri. Mushakar afsuski 2 ochkoni qo'liga kirityapti. Afsuski. Indikki. Boya gol bo'luvdim birodarlar. Hozirgacha egallangan ballar va kim aslida kimligini bilib olamiz. Shu bal bilan Bali eng pastlardan boshlaymiz. Eng quyilardan. Tutdan boshlaylik. Mariana botig'idagi hujayralardan boshlaymiz. Zaxdan boshlaylik. Shunday. Demak, Mirshakar Fayzulloh janoblarida 2 ochko. Biz qardan boshladik-a? Ahmad Temurovda 3 ochko. Necha uzoqqa ketmabsiz? Bilamiz. Zokir Ochildiyevda 5 ochko. Ikkalamiz rosa uzoqda ekanmiz ekan. Otabek Mirzaxolov janoblarida esa 7 ochko. 200. Ko'rsatuvimizning yarmida vaziyat mana shunday. Hali hammada imkoniyat bor, hattoki Mirshakarda ham. Hozir esa bizda Blitz bor. Blitz bizda o'sha eng kam bal yiqqan odamni mana bir insonlar qatoriga qo'shish. Davramizga olish Va oxirida pushaymon bo'lish uchun o'ylab topilgan. Va bugun eng kam ochkomiz hozirga chiqqan Mirshakar va Mirshakar bilan biz Blitz o'ynaymiz. Mirshakar va Mirshakar kabilar bilan. Blitzning qoidalari shunaqaki, bu yerda to'g'ri javob shart emas. Bu yerda tez savollar beriladi va tez javob berish kerak. Javoblardan so'ng istasak agar muhokama qilishingiz mumkin. Asosiysi savoldan so'ng javob tez bo'lishi kerak va bizning diktaturamizdagi yagona demokratiya elementi aynan shu yerda bor. Ya'ni Blitzdan so'ng agar haqiqatda kulgili bo'lgan bo'lsa, Mirshakar 2 ochkoga munosib deb topsanglar, qarsak chalsanglar, biz Mirshakarga qo'shimcha 2 ochko beramiz. Hammasi sizlarning qo'lingizda. Blitz, tez savol va tez javob. Shakarjon? Ketdik, davay. To'g'ri bo'lish shart emas, tez. Shu. Maqolni davom ettiring. Sichqon sig'mas iniga 12. To'g'ri javob turibsan. va bu to'g'ri javob. Na'cha. Urdu xalq maqolida bu. Bilmayman. Tovuqdan grill tayyorlanayotganini ko'rgan xo'roz qanday tovush chiqaradi? Yana bor. Yo, shkaf orqasida. U g'olib bu savolga emas. Ha, yo'q. Ko'rinmas bo'lib qolganingizda ikkinchi bo'lib nima ish qilardingiz? Shkaf orqasiga o'taman. Hozir mana WhatsAppda. Qarz erkakning eri deydilar, kreditchi. O'ynashi. Qo'rqoq inson quyon yurak deyiladi. Qo'rqoq quyon nima deyiladi? Nozim. Yoki inson yurak. Bo'ri odamni tirnog'ini olib yursa nima bo'ladi? Savob. Boshqa javob beraymi montaj? Yo'q. YouTube va Facebook do'stlar tomonidan yaratilgan. Siz do'stlaringiz bilan nimani yaratishingiz mumkin? Kompromat. Atello hozirgi zamonda yashaganda Dezdemonadan ro'molcha emas nimani so'ragan bo'lardi? Ro'molcha so'ragan bo'ladi, bitta kola bilan. Chunki holat ro'molchaga mos. Kola kerak prosta. Yosh shunaqa. O'ylab topilgan maqolni davom ettiring. Pochchamning jahli, xolamning orzusi. Faxri. Faxri. Chiroyli odamlar oynaga ko'p qaraydi. Siz nega qaramaysiz? Maysimda. Hayotingiz kino bo'lsa, u qanday nomlanardi? Odamcha, ko'ringlar YouTube'da bor.
Gapda yopiq bo'g'inlarda kelgan til oldi jarangli undoshlarining jarangsiz jufti qanday aniqlanadi? Siz ham bilmaysiz buni, ishonmayman. Noto'g'ri. 40 oyoq bo'lganingizda uydan qaysi oyoq bilan chiqardingiz? Hamma o'ng oyoqlarim bilan. Hamma o'sha 20 ta o'ng oyog'ingiz bilan. Ana endi Qisqacha 40 oyoq qaysi tarafdan boshlab o'yinchapsiz? O'rtadan hisoblaydimmi? Ana endi aniqlaymiz, Mirchakarga 2 ball beramizmi yo'qmi? Mirchakar Fayzulloyev 2 ochkoga munosib belgilab bitta qarsak chalinglar. Voh, rahmat, yaxshi pullaringizga qaytaray. Mirchakar Fayzulloyevga rahmat. Mirchakar Fayzulloyev 2 ochkoga munosib emas degan bitta qarsak chalinglar. Ya, o'xshamadi. Uchovida hech narsani hal qilmaydi. Hozir blitz qoidasi o'zgarib, bo'ldi 2 ball o'zida qoladi, deb davom etsami? Demak, Mirchakar 2 ochkoni qo'lga kirityapti va men keyingi raundni e'lon qilyapman. Rahmat, men ketdim. Yaponiyaning ko'pgina ko'chalarida rasmdagi narsaga ko'zingiz tushishi mumkin. Yaponiya ko'chalarida bunday to'siqlar nima sababdan o'rnatiladi? Otabek aka, Saber krossovkasi borlar yuradi. Otabek akaga 1 ochko bor. Bitta ochko bor, u sendan emas. Siz bunaqa deng. Otabek akadan 1 ochko bor. Otabek akadan 1 ochko bor. Bu gapni kelishigida xato qila olmaysiz. Men bu yerda biladigan anaqam bu yo'l ko'rli uchun. Mana tayonim nomnoq qilib g'adir budurdan bilib oladi, lekin nima bunaqaligini bilmayman lekin. Siz nimaga shunaqa deb so'rayapsiz? Menimcha mashina turibdi, shu mashina yo'liga chiqishgami bilmayman. Javobingiz mutlaqo tushunarsiz menga hozircha. Ostanovka emasmi? Ostanovka emas-ku bu yerda, bu yo'l-ku. Trotuar. To'xtaydi, tanshir to'xtaydi. Oddiy trotuar. Otabek aka? Pozonochniga og'rib qolgan ilonlarni davolaydimi? Ajoyib. Otabek aka yana 1 ochko bor. Ahmad birinchi bo'ldi. Kuchuli qichingan. Qichig'ini chiqarishga. Ahmadga ham 1 ochko bor. Shakarjon? Alkashlar udobniy yotishi uchun. Shakarga ham mayli 1 ochko bor. Noto'g'rimi bu? Bo'g'irsoq qilish uchun. Naqil bo'g'irsoq qilardi. Yo'q. Otabek aka? WhatsAppda sekinroq yurish uchun emas. To'g'ri. Xuddi shunaqa. Ko'rib turibsiz, bu bunday yo'l. Hammamiz bilib turdik. Yo'q. Aytmay turdik, sal fantaziya qilaylik. Bo'ldi, mototsikl tezroq yurish. Tezroq yurish uchun. Bu yo'l ozgina ham og'ishib ketgan yo'l, shuning uchun bu yerda tez harakat qilsak, ro'paradan kelgan odamni yo velosipedni ko'rmay qolish mumkin. Shuning uchun velosipedlar tezligini oshirmaslik uchun ataylab mana shunday to'siqlar qo'yilgan. Otabek aka yana 2 ochkoni qo'lga kiritadilar. Men esa keyingi raundni e'lon qilyapman. Yana blitz o'ynaymiz u. Endi men o'ynayman. Mana qarshiligim yo'q, o'ynab berardim yana bitta. Bu savolimiz ham juda qisqa. Aytingchi, nima sababdan Markaziy Amerika hindulari eng qimmatbaho metallardan biri platinani daryo ostiga ko'mib qo'yishgan? Otabek aka? Ular Trump kelishini bilgan. 1 ochko bor Otabek akaga. Mahalliy hindu. Platina. Platina bu endi qadimgi zamonlarda. Dengizga ko'mishgan-a? Nimaga daryogami? Ariq ko'radimi, nima ko'radimi, suvlik joy ko'radimi, borib tagiga ko'mgan. Otabek aka? Suv tiniqlashib, shu ko'rinib, hali toza suv ichish o'sha maqsadda emas. Yo'q, yo'q. Endi ular bilmagan-ku, uni platinaligini ko'p tursa tilla bo'ladi deb o'ylaganman. Boshqacha qilib aytganda? Shu yuvib tozalasin deganda, tilla bo'lsin degan. Mayli, bu to'g'ri javob, lekin to'g'risini hozir o'zim aytaman. Ular o'ylagan, platinani o'sha yoqqa ko'mib qo'ysak, ozgina pishgandan keyin tillaga aylanadi deb o'ylagan. Bunchalikmidi? Endi u iploy jamoat tuzumlari paytida Mirchakar 2 ochkoni qo'lga kirityapti. Tasodifan 6 bo'ldim. Polshalik bokschi Marius Vach Aleksandr Povetkin bilan jang uchun
odatdagidan 30 santimetrga uzunroq shortik kiyib chiqqan. Savol: buning sababi nima? Otabek aka? Arab davlatlarida bo'lgandir, musulmon davlatlarida. Qiziq javob. Davayt unday qilaylik. Bunga bir sizga bergan sizga bir ochko ma'qul. beraylik. Da, Rostdan da, juda ham bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin deb tuyulyapti. Bir ochko beramiz, lekin javob to'g'ri. Zokir aka? Yo shu ekan, avratni yopish uchun demoqchi edim, shu javob bo'lib chiqyapti. Ha. Pavetkinni bo'yi balandroq bo'lgan, uzunroq ko'rinish uchun raqibiga masalan. Uzunroq ko'rinishmasa Ili kerak. uzunroq bo'yi masalan shorti uzunroq bo'lsa, ili kaltaroq, ili uzunroq. Shunaqa Yo'q. chalg'itish maqsadida. Da, shunimi yo'q. Shakar. Tizzasida jarohatlari ko'rinmasin uchun. Sog' bo'ling, to'g'ri ekan, mana aqsiroz. Biz bilamizki bu shou shunga qurilgan. Men hozir super o'yinga chiqib ketdimmi? Haqsiroq shousa. Boshlovchi aksirsa, demak javob to'g'ri. Boshlovchi kulgili aksarsa, shunda sizga bir Pavetkin neto zarbalari yo'qmi? O'shandan himoyalanishga emas. shortik qanday qutqaradi neto zarbadan? Shundan umid qilganda endi Bitta shortini o'zi bo'lmagan-da, demak. Ichkarida yana narsa bo'lgan, o'sha yopish uchun bo'lgan. Qo'shimcha himoya vositalari. Sizga bir ochko beramiz, lekin javob to'g'ri. Mirshakar qul. Qolganlarini xotini yuvgan. Boshqa shortiga bo'lmagan shu. Boshqa shortiklarning hammasini xotini yuvgan, qaysi quruq o'sha bilan ketibdi-da, mana shu mushuk. Bir ochko bor Shakarga, Zokir aka. U shortigini bayroq sifatida foydalangan, yugurgan, hilpiratib oxirida. Qiziq javob. Sizga ham bir ochko bor. Shakarjon? Balki qaysidir ustoziga hurmat yuzasidan oldingi revansh sifat kimnidir shortigini kiyib chiqqandir. Yo'q. Pavetkin endi yordam beraymi ozgina yoki yo'qmi? Pavetkin endi bu katta bir bokschi. Shumi yordam? Biz ham detskiy boks deb o'ylamadik. Endi bu bir katta jang. Qanchalik katta? Chegayevdan kattami? Ha, Chigayev o'zi bokschi emas-ku, Zokir aka. Ana shu joyni kesib Germaniyaga jo'natinglar. O'zi bokschi emas-ku. Zarba berib yiqitadi-ku. O'sha paytda ma'nosi ochilib ketib, juda xunuk ko'rinmasligi uchun. Uzunroq bo'lsa, ko'p ochilib ketmaydi. Yo'q. ismi sig'ishi uchun. Bunaqasiga yozganmi? Kichkinada sig'magan. E'tibor qiling, uning familiyasi Vah. Katta yozgandir. Rashifrovkasini yozganda V bir bola, A bir bola. O'sha bir vah deb yozgan. Vah, qanday zarba? Shakar? Men Zokir akaning javoblariga qo'shilmoqchiman ozgina detal bilan. Urganda riski yiqilganda qattiq tushmaslik uchun katta shortik bunday havoga to'ladida parashyut vazifasini bajaradi. Yo'q. Unchalar mana shu emasmi bu? Bu katta boks haqida. Katta boks. Boksyorlarda oyog'ida reklamalar yozilgan bo'ladi. Shu qaysidir reklamani to'sish uchun. U pul to'lamagan reklama bo'lishi mumkin. Davaychi sizga bitta imkoniyat beray. Boshqacha qilib ayting javobingizni. Siz juda yaqin keldingiz. Sig'ishi uchun deng. Shortikdagi reklama sig'ishi uchun. Ko'proq reklama tiqish uchun. Ko'proq reklama joylash uchun haligi Yo'q, ikki emas. Ikkala o'shanda shagacha. Shunaqa, u Pavetkin bilan jangda shortigini uzunroq qilgan, ko'proq reklama sig'dirish va ko'proq pul topish maqsadida. Demak, bizda keyingi raund. Savol. Bilamizki, choychaqa bu yaxshi qilingan xizmat uchun ofitsiantga, ya'ni girgittonga bo'lgan norasmiy tashakkur belgisi hisoblanadi. qarang. Savol. O'rta asrlarda Yevropada kimlarga tomoq deb ataladigan choychaqa to'langan? Nima degan? Tomoq. Tomoq. T-O-M-O-Q. Barmenlarga bunaqa qilgan-mi? Qiziq javob. Menga yoqdi, bir ochko beramiz, bir shakar. Sizga shunchaki kayfiyat yo'qdi menimcha. Nima? Meni javobim otiga yaxshi qaragani uchun. Tomoq? Da. Yo'q. Aytdim qo'ydim menga nima endi bo'lishi mumkin edi, bari otiga nimadir bergan. Tomoq degan. O'rta asrlarda bo'lgan. Tovoqda ovqat olib keladigan anaqalarga, ofitsiantlarga. Yo'q, bu imlan shu. Suv ichadiganlar Tomoq ana bo'yin nazarda tutilyapti. suv. Suv. Yo'q. Soqov ofitsiantlarga.
Soqov bo'lganingiz uchun alohida pul Ofitsiantlarga berilganmi tomoq haqqi? yo'q. Anginasi borlarga. Sartaroshlarga berilgan. Nimaga? Soqol olganda boshqasida akkuratni ishlagani uchun. Yaqinroq kelyapsan, lekin Massaj noto'g'ri. qilib qo'ygani uchun. Yo'q. Ha, men uf qo'ymagandir. Balki Sartaroshga bergani to'g'ri-ku, tamom. Yo'q, yo'q. Ha, yo'qmi? Uzr. Ani kuchuklarni bo'yniga anaqa yasaydigan emasmi? Yo'q. Otlarni bu. Tamom. Sartaroshga emasmi shunda? Yo'q, yo'q. Bu juda bir g'alati kasb vakili. Hammamiz bilamiz lekin. Oshpazligi. Yo'q, bu oddiy kasb emas. Ha, yo'q. Bu aynan bir takoy noodatiy kasb vakili. Jallodga. Nimaga? Молодец, bittada. Qiynamading. Qiynamasdan bitta tomoqdan urgan. Qiynamasdan сразу четкий. Da, to'g'ri. Da, bu to'g'ri javob. Shu, tamam, bor to'g'ri javob. Lekin Pekin yo'q, to'g'ri, tamam. Okey, Mirshakar to'g'ri javob berdi, 2 ochko beramiz Mirshakarga. Xudoga shukr. Migratsiya qiluvchi qushlarning ayrim to'dalarida har 10-15 daqiqada bitta qush to'daning o'rtasiga kiradi va boshqa qushlar qurshovida bo'ladi. Keyinchalik uning o'rnini boshqa qush egallaydi va shunday davom etaveradi. Aytingchi, nima uchun qushlar bu ishni qiladi, Otabek aka? Ani u oldida ketadi, charchagan bo'ladi, o'rtaga o'tib havo qarshiligidan dam oladi. Yo'q. Ana Charchagan yo'q, emas. multfilmda ko'rganmiz hammamiz. Dam oladi-ku. Dam oladi-ku. Da. Bu Zot, shuni to'g'ri shu o'rtaga to'g'ri javobi noto'g'ri, shuni to'g'ri deylik. hozir sizda to'g'ri javob agar bo'yniga to'g'ri urgani uchun bo'lsa, u oldingi savollar javobi. Yo'q, Otabek aka yaqinlar, lekin aniq javob bunaqa emas. Rostdan, boshqacha javob. Qani ko'raylikchi. Juda chiroyli moda qush almashib shu ketsa hammasi orqadan intilib charchamaydi-da. Charchaganini bilmaydi. Shunday ketish uchun almashib chiroyli modalar almashib yo'l boshlaydi. Har 15 daqiqa almashadi modalar. Ha, endi soatga qirq. Men bu shouga qatnashgan bo'lardim, lekin borda. Yo'sa qatnasha olmasding. Nima, tomoshabin Tomoshabin sifatidami? Da. Zokir akaga bir ochko bor, lekin javobimiz noto'g'ri. Mirshakar? Yo'l kira yig'adi. Marsrutkada yurganday. Har 15 minut almashadi konduktor. Da, davlat almashadi, bular tez uchadi. Yo'q. Homilador bo'lmaydimi? Qushma. Ha. U hammasi homilador emasdir-ku, Ya, hammasi. ora-orada almashib turadi do'sti. Bittasi homilador bo'ladi, keyin ikkinchisi bo'lib qolishi bilan mani joyim. Ahmadga bir ochko, lekin qushlar menimcha homilador bo'lish uchun uchib ketadi menim. Tak kim javob beryapti? Otabek aka? Ani o'rtaga o'tib orqada shu uchadigan qushlarning kayfiyatini bir xabar olib qo'yadi ular. Ishqilib, qaytamiz deb qolishi ham mumkin-ku. Shu narsani o'rganadi. Bo'ldi, 3 kundan ucha olmaymiz. Shu o'rgangan. Agent bo'ladi ular. Lekin siz boyagi charchagan javobingiz yaqin edi. Men Lekin javoblarini to'g'ri emas. to'ldirmoqchiman. Men uni o'rtaga o'tib, anekdot aytib ketadi. Latifa bozlik. Latifalar aytib ketadi, o'rtaga o'tib, kayfiyat. Mana Toshkent Buxoro qatnaganda ham bitta latifa biladigan odam kerak-da, kurukka. Вот hamma kayfiyatini ko'tarib boradi. Oxirgi Laketsiya so'ragan o'tmaydimi? Yo'q. Latifa emas. Aytadi, lekin yorar aytib ketadi. Tomda tovuq yotadi. Da. Kelin uyi shotagan deb ketadi. Zokir akaga bir ochko bor. Qarang. Charchagandan davom olmaydi. Oldindagi Charchashga qush, o'xshash narsa. oldindagi qush uxlab qolmasligi uchun gapirib ketadi. Yo'q. Ko'zi tinib ketsa kerak. Yo'q. Nima qiladi o'rtaga o'tib? Mo'yka qiladi. Ular tinimsiz uchadi. Charchaydi-da, Ovqat qiladi. Charchashdan tashqari ularga yana bitta chanqiydi. narsa kerak. Ovqatlanadi. Ha, uxlab dam oladi. To'pa to'g'ri. Shuni aytib boshida qo'y. Men haqiqat tarafdoriman, bir balli shu bolaga ham bering. Aga nima qilasiz bir bor? Birinchi muhabbatini eslavoladi. Uyga kelib, ikkita non olib kelmadimsiz? Men sen kulgilik doldan bir bol olib keldim. Ya u kishiga bir bal emas, u kishiga minus 1 ochko beramiz, chunki ovoz chiqarib javob aytganlari uchun.
Yo'q, menga aytmadilar. Meni ilhomlantirdilar. Yo'q, mana aldagani uchun bunga ham minus Lekin urmadim. men ozgina keldim, lekin sizni charchagan javobingiz ham o'zi anchagina yaqin edi, shuning uchun Endi o'zi kim uxlaydi? Charchagan odam uxlaydi, charchamagan odam uxlamaydi. Ha, charchagan, qarz bergan uxlaydi. Homiladorlar ham uxlaydi, homilador Lekin bo'lsa. bu yerda bitta Lekin homilador ham uxlaydi. Kuchga to'ladi. U uxlashiga homiladorligi sabab emasda, просто charchab uxlaydi u ham. U ham charchab uxlaydi, to'g'ri. menimcha qushlarda homila bo'lmaydi. Yo'q, конечно yo'q. Tuxumku. Keyin javobga sal aniqlik kiritmoqchiman. Ular o'sha oldindagi qushlarni parvozidan hosil bo'lgan shamolda bemalol uxlab ketishi mumkin bo'ladi. Ana u qarshi shamol kamligi uchun Ya, emas. uni tushundik. Boshidan Bu bildik. shamol-ku. Ha, u shamol. Ularning shamoli buni uxlagan holatda ham olib keta oladi o'zi bilan birga. Avtopilot. Avtopilot. Tipa avtopilot. Bo'ldi. OTB2 ga 2 ochkoni yozamiz va men keyingi raundni e'lon qilaman. Birinchi Sovet yadroviy bombalarini sinovdan o'tkazish paytida olimlar bir muammoga duch kelishadi. Bombalarni tashlagan samolyotlar portlash joyidan yetarli darajada tez uzoqlasha olmaganliklari sababli portlashning to'lqin kuchi samolyotlarga sezilarli darajada ta'sir qilar edi. Ammo olimlar bu holatdan osongina chiqib keta olishdi. Savol qanday qilib, Ahmad? Suvga tashashgan bomba. Okeanga, dengizgami? Balki. Lekin atom bombasi yerga tushmasdan turib portlaydi. O'sha manzilga yetib bormasdan. Unda homilador. Bomba. Unda uxlab ketgan. Zokir aka, Men javob bermadim hali, просто chaldimmi? aytqani qay? Mani javobim просто balandroqdan tashagan. Ну, bu yerdan tashasa tushgancha bu o'tib ketolmayapti. Teparoqdan tashasa mana yerga kelib portlaydi. Ungacha ketib ulguradi. Noto'g'ri. Bombani yana ham og'irlashtirishgan, tezroq tushib ketadi. Yo'q. Yo'q. Bombaga vaqt qo'yishgan. Tushgandan keyin ozgincha turib, Da. tit Bomb has been planted. Afsuski noto'g'ri. Otabek aka. Amerikaga qilib so'rashgan, Xirosima bilan Nagasakida qanaqa bo'ladi dedi. Yo'q, afsuski. Zokir aka. San oldin chaluvdilar. Ha, samolyot tezligini oshirishgan. Da tezroq haydagan. Juda ham oddiy ekan javobi. Shuni o'ylamabsiz-da qarang. Tezda juda ham oson qutulishda olimlar oson yo'lini topdi dedi. Da, bundan ham oson yo'li bor. Men hozir olimlarcha fikrlayapman, o'zimning fikrim emas bu. Qarang olimlar yanglish fikrlashini. Mirshakar Mirqobilov. Bombani izначально yerda qoldirgan. Samolyotlar просто chetroq qochgan. Unda bombani просто yerda portlatsa ham bo'ladi-ku. Yo'q. aldashgan. Tashadu degan. Samolyot shofiri bo'lmagan yoki. Samolyot mayli. Ha, samolyot ketsa Sovetskiy shofir. Soyuz yo'lda shofir ketsin, samolyot qolsin. Planoviy ekonomika. Bombani raketaga o'rnatib samolyotdan otishgan. U keyin Da, bunaqa qilish kerak bu yangi davrlarda. bu to'g'ri-yu. Ana shu to'g'ri-ku, shu ishni shu to'g'ri. Bombani parashyut bilan tashlashgan. To'ppa to'g'ri. Men o'zingizni fikringiz to'g'ri-da, ustoz, o'zingizni fikringiz. Majbur bo'ldim qaytishga o'zimning fikrimga. Ha, majbur qildi bilan. Lekin olimlardek o'ylab topolmasdik-da buni. Xuddi shunaqa ular o'sha bombaga parashyut bog'lab tashlashgan. Shunda u bomba sekinroq tushadi va samolyot uzoqroq joygacha. Shuning uchun men parashyut bilan sakrashga qo'rqaman. Oxirida portlab ketishi yetib oladi. Sekin portlayman deb. Winston Churchillning fikricha, kapitalizmning tug'ma nuqsoni bu farovonlikning notengligi bo'lsa, sotsializmning tug'ma nuqsoni bu uning teng taqsimlanganidir. Savol, u nima? Soqqa. Yo'q. E'tibor. Yo'q. Odamlar. Ya, boshqalarga imkoniyat beraylik. Hokimiyat. Vlast. Sotsializmda teng tarqalgani. Yo'q. Dangasalik. Xohlasangizlar sotsializmni kommunizm deb tushuninglar. Dangasalik. Yo'q. Ya pul dediz-a, soqqa dediz. Oylik.
Yo'q. Savol yana bitta o'qiymi? Ha, yana. Bitta eshittinglar. Bu prosta kamsitishgan aytgan ekan, tez topasizlar-da. Winston Churchill fikricha, kapitalizmning tug'ma nuqsoni bu farovonlikning notengligi bo'lsa, kommunizmning tug'ma nuqsoni bu uning teng taqsimlanganidir. Qashshoqlikni. To'ppa-to'g'ri. Savol. Xalq dostonlarida yo'lovchi yigitlarning ot ustida ketayotib, yo'lda to'xtab, notanish qizdan suv so'rash lavhasi ko'p uchraydi. Qizig'i, qizlar ba'zan yo'lovchiga suv bersa, ba'zan o'zi otdan tushib olib ichishini aytishgan. Savol: qanday holatlarda qizlar suv berishdan bosh tortishgan? Otabek aka? Yo'q, prosta chaluvdimmi? Mushaka? Gaplashgisi kelsa, yigit yoqib qolgan bo'lsa. Yo'q. Bosh tortgan deyapsiz, to'g'rimi? Da. Agar bosh yopiq bo'lsa, bu hali ya'ni turmush o'rtog'i bo'ladigan qiz bo'lsa, boshi ochiq bo'lmasa, bosh tortgan. Aha, yaxshi. Yaxshi, bu menga yoqyapti, lekin noto'g'ri. Bir ochko beramiz lekin, ha. Agar o'zidan yosh kichkina bo'lsa, tushubish degan yosh katta bo'lsa, olib bergan hurmat yuzasidan, menimcha. Onaxon bo'lsalar. Ha, yosh katta. Bu endi qiz haqida ketyapti. Bu kelin ham emas, nima ham emas, boshi ochiq qiz. Mushakar? Chista ot rusumiga qaragan. Agar Gelendwagen deb yozilgan bo'lsa, Agar tago chotki turkman ot bo'lsa, unga Axattekinskiy- mana suv, mana vino, mana siz o'zi qayerga ketyapsiz bo'lgan? bir ochko bor, lekin noto'g'ri. Zokir aka? Otni ustidagi yigit bunga yoqmagan bo'lsa, suv bermagan. Ha, bu ham shunga o'xshagan javob aytdi. Da, bu ikkala javoblaringiz ham qaysidir ma'noda to'g'ri javobga yaqin, lekin noto'g'ri. Endi ani urushdan boshqa narsadan qaytgan bo'lsa, jarohat olgan bo'lsa, unga olib bergan. Ha, u sog'lom bo'lsa, o'zing tushib ichding. Yo'q. Urushdan qaytayotgan bo'lsa, kosada beravergan. Urushga ketayotgan bo'lsa, olib bergan. Tushib ichib olaver, qaytasanmi? Yo'qmi? Teskarisi bo'lish kerak emasmi? Nimaga? Jarohat haqida gap ketmayapti. Okey, noto'g'ri. Umidlar haqida gap ketyapti. Baribir noto'g'ri. Настроенияsiga qaragan. Ne? Menimcha javob juda ham oddiy, sodda. Kosasi bo'lsa, o'zi bir suv bergan. Hamma qizni ham yonida doim kosasi yo'q-ku. Agar qizni suv uydagilari oldida bo'lsa, ani tushib icha qoling degan. Uydagilari yo'q bo'lsa, Da. deb segan. Agar dadasi yonida bo'lsa, Adres qatlaydi degan. agar dadasi yonida bo'lsa, tushib o'zing ich, meni kim deb o'ylayapsan degan. Aha, men unaqa qiz emasman. Mana oling deganmi? Mana bu kosa, mana bu suv o'zing ich degan. Men mana bir olchi, mana oqal, hammasini yeb oling deb. Plus 998. Ahmadga bir ochko bor, lekin javob noto'g'ri. Agar otda turgan odamni, unda uni uylanmaganini ham bilib bo'lmaydigan zamonlar bo'lgan. Tasavvur qilinglar, u bo'ydoq. Ha, u ham bo'ydoq. Ha, tasavvur qilinglar, bo'ydoq. Qayerdan bilib qoldi ular? Endi hozirda dostonlarda u uylangan edi, afsuski, shu uchun qaytib ketdi demaydi-ku. Bu yoqsa yoqmasa bilan bog'liq emas. Vaqtiga qaramaganmi? Shoshilib turgan bo'lsa, mayli, men deb. Yo'q. Yonida odam bo'lsa, olib bergan, hech kim yo'q bo'lsa, ichib oling. Yo'q. Yoqsa yoqmasa bilan bog'liq emas, u. Boya aytdim-ku, yoqsa yoqmasa bilan degan javob. Bu qaysidir ma'noda. Kiyimiga qaragan. Boshqa uzoqroq ma'noda-da. O'zini qishlog'idan bo'lsa, olib bergan. Yo'q. O'zi sharq xalq dostonlarida suv uzatish bu ma'nosi bor o'zi buni. O'sha ma'noni anglatgani uchun ham yo suv bergan, yo bermagan. Nimani anglatish mumkin? Xalq dostonlarida qizning yigitga suv uzatishi. Shu roziligida, rizoligi. Nimaga roziligi? O'zini shu agar qabul qilsa, shunga turmushga chiqishga roziligi. To'ppa-to'g'ri. Zokir aka to'ppa-to'g'ri javob berdilar. O'sha yoqsa yoqmasa emasmi? Boshqacha ekan deb Ya beri. to'g'risini aytish kerak ekan. Endi yoqsa yoqmasa boshqa rozilik. Ha, yoqmasa ham tegishi mumkin-da. Endi sharq odamlar bir-birini ko'rmasdan turmush qurgan-ku. Birov javobni to'g'ri topsa ham tan Shuning uchun baxtli yashashganda. Va uzoq umr ko'rishgan. Uzoq umr ko'rish. Xuddi shunaqa bu suv uzatish bu tipa men senga turmushga chiqishga roziman. Yoqmayotgan bo'lsang ham. Bola bechara prosta suv so'ragan bo'lsa-chi? Ha, sразу oilali bo'lib ketdi. Da. bola Umringdagi bechara- eng qimmat bir kosa suv. Bola bechora xalqdan kelgan bo'lsa-chi deb. Va Zokir akaga 2 ochko. Zokir akaga javob qo'yinglar. Dushmanlarim chalg'ityapti. Endi hozirgacha egallagan ballarni e'lon qilamiz.
Ahmadda 6 ochko, qarsalaringiz. O'zimni ham qarshi chalgim kelmayapti. Sizlarda ayb yo'q. Yo, boya boshqacha e'lon qiluvdingiz. Bu gal prosta Ahmadda 6 ochko. Qayerda Ahmad? Qayerdan boshlayapsiz? Bu gal hamma yaxshi harakat qildi. Hozir tubdan boshlamayapsiz, qayerdan boshlamayapsiz hozir? Endi esa keyingi ball olgan 3-o'rinni hozircha olayotgan shaxs bu Mirshakar Fayzullayev 11 ochko bilan. Gap yo'q, lekin. Ana endi mana ikkita ilg'orlar turibdi. Qaysi biri qaysi biri qaysi biri ikki bilamiz. Kim aslida kim ekan? Zokir Ochildiyevda 15 ochko. O, 3ta o. Bu o'ziga xursand. O, 3ta o, mana aytmadim aka, deb. Otabek Mirzaxonovda 16 ochko. Nechchi? Yo'q. Men hozir to'g'ri javob berib, ikkitani kuldirsam ham baribir qarz bo'laman. Da. Jim o'tirinman Mirshakar aka. Menga o'sha vagitliroq hozir. Biz odatda so'nggi raundda hammaning imkoniyati teng bo'lishi uchun ko'proq ochko beramizda, lekin Menimcha hozir 3-4 marta blitz o'ynab yuboramiz-ku. Ahmadni imkoniyatini yaqinlashtirish uchun biz bir 18 ochko berishimiz kerak bo'lyapti, gidayda. Shucha Ahmad uzr. O'zimiz o'ynay qolamiz. Siz ketavering nima? Siz boshimda qizdiravering. Ot tegarini tayyorlab turavering. Xullas, keyingi savolni to'g'ri javob uchun 4 ochko deb e'lon qilaman. Shunda Zokir akaga ham Otabek akaga imkoniyat va Mirshakar, sen bitta kuldirib, bitta to'g'ri javob bersang ham senda imkoniyat paydo Bitta ham bo'ladi. olib bersam sizga. Uni sal ilgariroq qilish kerak edi, aqling bo'lsa. Sig'masa kerak deb o'ylabman-da. Sho, demak, hammaga ham tushunarli, lekin oldin aytib qo'yishim kerakki, so'nggi savolimiz ozgina qiyinroq tuyulishi mumkin. Lekin unaqa emas-a? Shuni topsam ham mana. Lekin haqiqatan prosta g'alabani olib ketib qolgan bular. Olmaydi hamda, lekin prosta isrof qilgan bular savolni. Davay. Chunki bu yerda o'zi chikkaga, pukkaga chiqadigan holat o'zi. Ketdik. Savolni o'qiyman. Siz shoshma turing, baribir tez javob berib olib keta olmaysiz bu savolni. Davay. O'z ko'ramiz. O'qigandirman. Ba'zi olimlarning fikricha, eng xavfli va zararli harflar deya F, P, T, D va S harflari hisoblanar ekan. Shoshmanglar. Hali savol tugagali yo'q. Men bildim. Aytingchi, olimlarning mantig'i bo'yicha ushbu harflar nima uchun so'zi bizga xavfli va zararli deb e'tirof etiladi? Menda javob bor. Bu harflarni, men bitta oldin kuldirishim kerak-ku. Опасно! Men yo'qotadigan ish darsam yo'q. Ne, mani javobim Lekin agar kuldirishga riskovat qilsa to'g'ri javob chiqib ketadi lekin. Da, chiqib ketganda Javobingiz? Ana harflarni aytadianda tupurish mumkin siz собеседникning yuziga. Shuning uchun bu eng xavfli harflar. So'lay chiqadigan harflar. Bu to'ppa to'g'ri. Befoyda javob. To'ppa to'g'ri va befoyda javob ana shu bo'ladi. Xuddi shunday, bu harflar o'sha aynan tupikni ko'proq sachratuvchi va yuqumli kasalliklarni ko'paytiruvchi, orttiruvchi Aytaymi, qayerdan bildim? hisoblanadi. Siz shu harflarni aytayotganingizda bildim. Da, to'ppa to'g'ri. Men shundan bildim. Mana qaytarib turganimda bildim. Men 3-4 tom qildim chiqdi. sizlarga yordam qilsin deb. Siz fikrda deganingizda muhtaram boshlovchi. 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 Men Ahmad menga qarab gapirganda bildim. Men aytaylar sizga qarab gapiryapman. Siz ham biling deb. Ana endi tushunib turgandirsizki, Yemasangiz ham tishlab tashladingiz. Mirqobil Mirmusayev. Da. Tushunib turgandirsizki, Bilib oldim. Men zato Zokiraga yetib oldim. bugungi o'yinimiz g'olibi Otabek Mirzaxonov. Qarsaklaringiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Uzr. Har doimgi g'olib deb ko'rib yurardim uzr.
Ularga ayting. Niye? Menga boshqa narsa qiziq hozir. Agar men o'sha savolga o'sha javob bermaganimda sizda shu javobmidi? Bor edi. Tagda tabriklayman. Manda ham shu edi lekin. Ha, hammaga O'zi tupurtashib birdan bo'ldi. keldi shu, hammaga keldi. Chunki keldi deganda men ham bunaqa 3-4 olib chiqardim-da. Ana endi Otabek aka, siz o'yinimiz g'olibisiz. Nima bo'lganda ham o'yinimiz g'olib bo'lib qolasiz. Lekin bizda super o'yin bor. Super o'yinni savolini javobini topsangiz, bu pullar 2 barobar ko'payadi va Nimaga siz kimdir yutgandan keyin ko'payadi va so'zlaringiz? siz mutlaq g'olib bo'lasiz. Shunchaki g'olib emas-da bu. Mutlaq g'olib! Endi hali shu paytgacha hech kim mutlaq g'olib bo'lmagan ekan. Bo'lgan ko'pchilik. Shuning uchun yangilik Men emas. riskovat qilmoqchi emasman. Erkak kishini nafaqat bu narsa sotib olishi uchun, arzimagan narsaga sotilib ketmasligi uchun ham yonida pul bo'lishi kerak. Shuning uchun shuni olganim ma'qul deb hisoblayman. Lekin erkak kishini sindiradigan ham nafs. To'g'rimi? Ana shunga rozi bo'lganda nafs. Bu menimcha 327 ming bu juda ham katta nafs haqida emas. Endi qayerdan bilasiz Otabek nech pulga sotilmoqchi? Hech bo'lmasa bir hafta mana shu nimaga stenga kirib chiqqanman-da. Bildim-ku. Ha. Demak, super o'yindan boshlatasiz. Albatta. Rad qilasiz. Rad qilasiz super o'yinni. Mutlaqo. O'zingizga ishonmayapsiz demak. Yo'q, men umuman ham. Mayli, zo'rimiz bor, zo'rimiz yo'q. Bugungi o'yinimiz g'olib Otabek Mirzaxonov. Qarsaklarga! Qandoq shunda aurani almashtirish mumkin? 320 ming. 17 ming. 317 ming. Siz esa YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, sharh qoldiring. Harakat qildik biz. Hamma narsa qiling. Tabriklayman Bu sizni. show haqida hammaga aytib bering. Faqat militsiyadan tashqari. Nalogi uyga ham aytmanglar. 320 ga. Sog', omon bo'ling.